2017 yılı Uyghur diyarida avji olgan qayta tarbiyalash, terrorlikqa zarba berish va ikkiyuzlamachilikka zarba berish nomida Uyg'urlarni nishon qilgan cho'ng tutqunda turmalarga qamalganlarning ichida 55 yoshdan oshgan zo'r bir turkum Uyg'urlarning borligi oshkorlangan edi. Kişilik hukuk faaliyetçisi Jinbotin qurgan Şahit Biz Tori 2027 Mart günü e'lon qilingan tizimlikda tutilgan Uyg'ur ziyolilari, diniy o'limalar va yozuvchilardan bo'lib, 60 dan ortiq kishining tarjimali yer olgan. 2018 yildan boshlab tutqundagi Uyg'ur ziyolilarining tizimligi e'lon qilinib, bu tizimlikni uzluksiz yangilab turgan. Kişilik hukuk faaliyetçisi Abduveli Ayıp Efendi'nin bildirishicha, tutqun qilingan Uyg'ur ziyolilarining ichida professorlik unvonidagilar asosan 60 yoshdan oshgan mo'ysipitlar bo'lib, ularning hayoti izchil xavf ichida turayotganligi ma'lum. Shunga navbatda bu vaqtdagi andishlar bag'ancha ko'payib bormoqda. Sharq Turkistondagi Xitoy rejimi nizom chiqarish xizmati yaqinda irqiy qirg'inchilikning asosiy shuarlaridan biri bo'lgan atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini umumlashtirishni cho'radigan asosda nizomnoma chiqarishni ta'kidladi. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha 25 mart 2024 yillik atalmish Uyg'ur avtonom rayonining yerlik nizom chiqarish xizmati yig'ini ochilgan. Yig'inda bulturqi yerlik nizom chiqarish xizmati xulos qilinib, 1 yillik nizom chiqarish vazifasi o'rinlashtirilgan. Xitoy rejimining bu yillik yerlik nizom chiqarish yig'inidami atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Junxo madaniyatidan oziqlantirish, davlat o'rtaq tilini umumlashtirishni ta'kidlashni Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomli kuchayib ijro qilinayotganligidan bishorat bermoqda. İjtimoiy axborotlardan oshkorlanishicha, Xitoy doiralari Ramazon kirgandan buyon Sharq Turkistonda har xil san'at faoliyatlarini tuzishga boshlagan. Bu faoliyatlarda dasturxon hozirlab, aholilarning ro'za tutgan yoki tutmaganligini nazorat qilgan. Shundaqla yoshirin ro'za tutganlarning ro'zasini buzishga uringan. Otishdagi bu faoliyatlarga necha minglagan kishi qatnashib, dog'dug'liq shaklda elib berilgan. Do'yin qatorliq ijtimoiy axborot vositalaridagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elining har qaysi joylarida san'at faoliyatlari va bazmi ziyofatlar Ramazon kirgandan buyon son va dog'dug'i jihatdan ilgirga qaraganda nechasi oshgan. Xitoy Himalaya tog'ida Hindiston bilan chegara talash tortishi bo'layotgan rayondagi ba'zi joylarga yangi jo'grafiyalik ism qo'ygan. Xitoy Fuqarolar ishlari ministrligi e'lon qilgan bayonotda Xitoy Tibet avtonom rayonining bir qismi deb qaraydigan Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasidagi bir qism o'ltiraq rayon va yer shaklining ismini qiliblashtirish maqsadida o'zgartganligi xabar qilindi. Hindiston bosh ministri Modinning mushu oyning 5-ida rayonda tonel ichish ziyorati Xitoyning noroziligiga uchragan edi. 31 mart o'tkazilgan saylamda rasmiy bo'lmagan natijaga asoslanganda o'qituvchi partiya bo'lgan Cumhuriyet Xalq partiyasi Turkiya miqyosida 37,7% ovozga erishgan bo'lib, 1977 yildan buyon tunji qitim birinchi partiya bo'lgan. Hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi bo'lsa 35,5% ovozga erishgan bo'lib, 22 yildan buyon kirgan saylamda erishgan bilet soni tunji qitim ikkinchi partiya bo'lib qolgan. 2018 yili qurilgan yangidan Refah partiyasi hayron qolarlik darajada 6,2% ovozga erishgan. Meksikadan Amerikaga qonunsiz o'tmoqchi bo'lgan Meksikaning Oaxaca shtatining dengiz sohilida kemasi buzilib qolgan 7 nafar ayol va bir erning jasadi topilgan. Meksika doiralarining bildirishicha, bu Xitoy fuqarolarining jasadi 29 mart juma kuni topilgan bo'lib, ular bir kun burun bir Meksikalikning kemasiga o'ltirib yo'lga chiqqan. Egilishicha, o'tgan yili 37 mingdan ortiq Xitoy fuqarosi Meksika Amerika chegarasida qo'lga olingan. Bu son 2 yil burunga qaraganda 50 ga oshgan.